Şihabuddin Marjani Hazretlerining qabrin ziyorat etirga tilovchilar ko'pdir. Aning ishlari bilan tanishgan kishi aning qabri bilan da tanishirga o'li. Shuluq vaqtda Qoyum Nasriy bo'lsin. Shuluq vaqtda mana bizning hali bu yil 160 yillig'in belgilab o'tadirgan zo'r g'alimimiz G'alimjon Barudi Hazretlari, ular birida, ularning dinastiyasi G'aliyevlar nasli birida, mana shu shunday shaxslar birida jirlangan. Ondan so'ng endi Shuluq Abdulla To'qay bo'lsin. Shuluq vaqtda Ahmad Qodim Maqsudi. Ko'ngillar siqiray xatolarga, ajaling kelgancha kelsin tavbaga. Nafsing ayta sening vaqting ko'pdi, bir kim qulbinda da ishonish yo'q habib. Vallahi billahi hisobing zo'rdir, so'ngsulash kelgancha kelsin tavba. Ziyoratlarga borib Qur'on o'qirga yaramay, duo qilirga yaramay degan aybirlarni da eshitirga to'g'ri keladi. G'alimimiz Şihabuddin Marjani Hazretlerini aylanib qaytasim keladi. Mana u hojga borganda Qozondan ketgan, endi bir kishining qabrini ziyorat qilirga bora. Qur'on o'qib, bag'ishlab, duo qilib ketdim deb yoza u o'zining kitobida. Mana bu bizga shunday zo'r g'alimlarning dalili bor ekan, u shariatga qarshi kelatirgan g'amallar tugul ekanini biz inshaalloh bilamiz. Shuni qalbni uyata Qur'on dalil bilan imonli g'amallar jannatga ilta. Uyan sen uyan, g'aflat yo'qsindan qabring oshib. Xalq kelganda shu qabrlikka rahatlanib ul kirib, qarab ketatirgan bo'lsin. Bizning Tatar xalqi qaysig'ina yerda yashamasin, ul kelib o'zining ota bobolarining nindi zo'r ish boshqargan shaxslarining qabrlarini alar bilirga teyish. Xalqqa kelgashdan endi rahatlanib ziyorat qilib ko'rib, o'zlarining tarixin borlab ketirga mumkinchilik beratirgan o'rin bo'lsa edi deb biz qolamiz endi.